solih hamsuhbat bilan yomon hamsuhbatning o'xshashi atir sotuvchi va bosqonchiga o'xshaydi. Atir sotuvchi yoki senga o'zini atiridan hadiya qiladi, yoki sotib olasan, yoki uning xushbo'y atirini hididan senga yetadi, hidlaysan. Bosqonchi bilasizlar, bosqonchi haligi temirni yondiradigan odamni aytadi. Qadim paytlarda bundoq urib, puflab, olov chiqib, temirni kuydirgan, har xil shakllarga solgan. Shuni bosqonchi deyiladi. Demak, bosqonchi esa olov bilan kiyimlaringni kuydiradi yoki uning noxush hididan sen topasan, ya'ni hidlaysan dedilar. Muttafaqun alayh. Demak, mana shu o'rinda Rasul akram sallallohu alayhi vasallam juda ham chiroyli zarbul masal bilan keltirdilar. Agar solih bir inson bilan, xudojo'y, diyonatli inson bilan hamsuhbat bo'lsangiz, uning hikmatidan, aytgan so'zlaridan, Qur'on oyatlaridan aytadimi, hadislardan gapiradimi, hikmatli so'zlardan gapiradimi, demak, siz undan bahramand bo'lasiz. Atir sotuvchi yo atiridan hadiya qiladi, yoki o'zingiz sotib olasiz. Ya'ni hadiya qilishi o'zi gapiradi, haligi solih banda, yaxshi gaplardan. Yaxshi xulqlarni o'zi ko'rsatadi sizga. Endi hadiya qilish ma'nosi shu. Sotib olish ma'nosi siz so'rab o'rganasiz. Endi uni atirining hidlaridan, xushbo'y hidlaridan sizga yetishi, uni o'zi turishi, ko'rinishi sunnatga muvofiq bo'ladi. Beadab bo'lmaydi, u odobli bo'ladi. Yeganda, so'zlaganda, siz bilan muomala qilganda har holatda sunnatga amal qiladi. Ya'niki uni go'zal xulqidan iborat olaverasiz. Atirini, hidini sizga yetishini ma'nosi shu. Yomon suhbatdosh bosqonchiga o'xshaydi. Bosqonchi o'sha temirni kuydirish uchun, qizdirish uchun bosqonini bilan urib, puflab, olovni yo'naltiradi. Ana shu paytda yoniga borsangiz, bosqonchining olovi sizni kiyimingizni kuydiradi. Yoki undan chiqqan noxush hidlar sizga yomon ta'sir qiladi. Demak, xulqsiz odam bilan hamsuhbat bo'lishda kasofat bor. Yaxshilik yo'q. Hech bo'lmasa, uni xulqi go'zal bo'lmaydi-da. Bitta xulqi sizga yuqib qoladi. Insonda bitta tabiat bor. Inson qalbi o'ziga o'zlashtirish xususiyatiga ega. Shunda qarab, haligi insondagi yomon xulqni ham oladi, yaxshi xulqni ham inson o'zlashtirib oladi. Shuning uchun solihlar bilan hamsuhbat bo'lish kerak.